Zapis ketdi. Yo, hammaga salom salarim. 2026. Bugun men sizlarga nima edi? O'sha blok launcherdan anaqa 0.14 Minecraft Pocket Edition 0.14.0 ga zdaniyalar qilishni o'rgataman. Narsalar qurilgan anaqa qilishni o'rgataman. Xo'p. Bize birinchi hamda qotganimizda chiqib ketishimiz kerak. Hop, bilan yuqoramiz. Yuqorganimizdan keyin nima qilamiz deb o'ylaysizlar? Hop, topinglar. Mana Builder Proform P. Yo'q. Hop. Mana bitta. Hop, o'zim yoqqani bor edi. Hop, tanlab qo'ygandim. Ender portal kerak emas, bo'lgan versiyam bas. Xullas, qasrlardan qo'yamiz. Mana qasrlik pizdes yo'q. Hop, qanaqa qasrlaringlar bor? Ender chest degan yaponskiy stil menga yoqadi. Minut oldingi o'yin hozirgi dunyoyimizga kiramiz mana. Bu juda katta qasr ekan. Open Minecraft. O'zi yana otib boradi. Mana anaqa kiramiz. Block for building terrain. Hop. Bundan qilgandan keyin bunda chiqib ketamizda bunga qaytadan. Mana obunachilar juda ilovani ko'chib qo'ydik. Yillarimni unda mana qilaman, hammasini o'chirib sizlarga отдельный qilaman, bo'lmasam flat. Option flat. Hop. Ana o'chirdik, qaytadan qilamiz. Sal o'xshamay qoldi. Bu safar to'rmizdan chiqqan anaqa tanlayveramiz. Kettiradi. 3-minutimi, 4-minutga ketyapti. Mana hozir spam qildik, chunki biz o'zinglar bilasizlar, o'rtasida turamiz. Mana qo'limizga ko'kani qo'yib olamiz. Ko'k mana rangida. Buzib qo'yish ishtirokim yo'q. Kichkina qasrcha-da bu. Nezlarni qilsa ham bor lekin. Mana zo'ra. Hammaga xayr. Sizlar bilan Uzmini 2026 bo'ldi. 4-sinf tugatgan bola, конечно же, Uzmini 2026 bo'ladi. Bo'pti. Xayr demaymiz.